xohish xuddi kasallikka o'xshaydi. Orzu, xohlash, shunaqa narsalar xuddi kasallikka o'xshaydi. Lekin kasallik ulardan ustun turadi. Nega? Chunki kasallik tana bilan kurashadi. Tana bilan kurashayotganda kuchsiz bo'lib qolsa tana srazi orqaga ketadi va kasallik yutib chiqadi. Agar sizni xohishingiz ham shunaqa kasallikka o'xshagan bo'lsa, tanangizni hujayrasiga prям boradi. Ideyangiz, nima xohlayapsiz, hayotda nima xohlayapsiz, mashina xohlayapsizmi, uy xohlayapsizmi, sevgi xohlayapsizmi, pul xohlayapsizmi, nima xohlayotgan bo'lsangiz, shunaqa xohlangki, tanangizga xuddi rak hujayrasiga o'xshab prям kirsin-da, bijirlab ketsin. Butun tanangizni egallasin va o'sha xohishingizni eslaganingizda kayf qiling. Bu amalga oshadigan narsa. Eng kichkinasidan boshlang. Men buni amalga oshira olganman. Hayotimga bir deganda 1 oy ichida shaxsiy uyimni kirita olganman. 1 oy menga yetgan. Chunki o'sha mahal o'sha uyni shu darajada xohlaganmanki, rakam qolib ketgan edi. Shuning uchun sizga aytadigan narsam, o'sha xohish, men loyiq emasman degan bo'lmasin. U xohish shu darajada sizni egallasinki, shu darajada sizni tanangizga kirib borsinki, u amalga oshib bo'lgandan keyin keyingi xohishingiz eshigingiz tagida taqillatib turgan bo'lsin. Men tayyorman seni hayotingga kirib kelishga. Faqat shundagina insonlar istagan narsalariga erisha oladi. Agar ishonch iymondandir deyiladi, bilasizlar. Ishonchsizlik mukammal bo'lsa, eshigingiz tagida turgan baraka ham, kechirasiz, menga ishonmasangiz, men sizni eshigingizni taqillata olmayman.